Assalomu alaykum barchaga azizlarim. Ro'za-i Ramazon oylarida men sizlarga vitaminga boy taom tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Uning uchun mana xohlagan o'tlaringda bahorda bilasizlar, vitaminga boy o'tlar juda ham ko'p bo'ladi. Ismaloq topsalaring, ismaloq nima topsalaring maydalab to'g'rab, piyoz bilan qo'shib qovurib oldimda, nima ichiga pripravalar solib, keyin 2 dona tuxumni mana shunday chaqib, yaxshilab aralashtirdim. Keyin bu o'tni tuxumga aralashtirib pishiraman, lekin o'tni hammasini solmadim, ozginasini soldim. Biz 2 kishi iftorlik qilganimiz uchun 2 kishiga loyiq soldim. Menga aytdi 4 ta tuxum solgin deyishdi. Yo'q, 2 dona yetadi deb 2 dona tuxumda qildim. Mana endi o'tlarimizni ozginasini olamizda tovaga yog' qo'yib, yog'ni ustidan mana o'tlarimni qo'ydim. Oldin yog'da yaxshilab nima qildim? O'tlarimni yana isitib oldim. Keyin buni ustidan chaqilgan tuxumlarimni qo'ydim. Qizlar, bu vitaminga boy juda ham mazali taom. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Mana chaqilgan tuxumlarimni soldim. Ichiga xohlaganlar sir, xohlaganlar boshqa xohlagan narsasini, misol uchun ba'zilar pomidor aralashtiradi. Pomidor aralashtirish mumkin. Men hech narsa aralashtirmadim. Bu piyozni qovurilgani, o't qovurilgani tamom. Past olovda 5 daqiqa qo'yib qo'ydim. Mana shunday bo'lib, chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Keyin iftorlikka o'tirib mazza qilib yedik. Do'stlarim, albatta tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlaganlarga yoqimli ishtaha, vitaminga boy taom. Ro'za tutganlarni ro'zasini Allohim qabul qilsin. Allohimga omonatsizlar do'stlarim. Keyingi videolarimda Xudo xolasa yana ko'rishguncha.